Xitoyning Sharqiy Turkistonda yig'ilish lagerlarida tutib turayotgan Uyg'ur va qozoqlar sonining rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda 3 million atrofida ekanligi, g'ayri rasmiy ma'lumotlarda bo'lsa 7 milliondan ko'p ekanligi ilgari surildi. Yangi Arab va O'tir Sharqning ko'zi degandek, taratqularning Stone yozuvchisi Verlimin Amerika istixborot doiralarining yig'ilish lagerlaridagi kishilar sonining 1 milliondan 3 millionga chiqqanligini aniqlab chiqqanligini o'tirib qo'ydi. Xitoy doiralari ayol deb ayirmasdan o'z e'tiqodi va madaniyati bo'yicha yashayotgan Uyg'ur va qozoqlarni ko'pincha diniy va madaniyat simvollarini bano qilib yig'ilish lagerlariga qamamoqda. Xitoy atalmış tarbiyalash nomida har vaqt ta'qib ostida tutayotgan Sharqiy Turkistonliklarni radikal qilib ko'rsatishga urinmoqda. İsrailiya Adliya Ministerligi qaramog'idagi bosh advokatlik idorasi Isroiliya turmalarida tajovuzlik qilmishlarining borligini va mahbuslarning inson qilipidan chiqqan nachar sharoitlarda tutilayotganligini o'tirib qo'ydi. İsroiliya Adliya Ministerligi qaramog'idagi bosh advokatlik idorasi 2017-2018 yillari orasida Isroiliya turma idorasiga qarashliq 19 turmaga elib borgan tuyuqsiz ziyoratlardan keyin tayyorlagan dokladida İsroiliya turmalaridagi mahbuslarga kamsitish xarakterdagi so'zlarning aytilganligini, qisqiston sababli yerda yotqizganligini, jazolash uchun qo'llarini boshlarining ustiga qo'yib ko'yzi selinganligini, hech qanday sabab yo'q turib yalang'och tekshirilganligini o'tirib qo'ydi. İran İnqilobiy Qo'g'danish armiyasining qo'mondoni Husayn Salami Amerikaning Paris qo'ltig'idagi harbiy mavjudligiga qarata tahdid so'zlarini qildi. İran İnqilobiy Qo'g'danish armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda, agar Amerika biror harakat qilsa, ularning boshlariga uramiz. Amerikaning Paris qo'ltig'idagi mavjudligi bir tahdiddir. Hozir bu bir fursat deyildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemendeki Hüsilerinin kelişimiga asasen şembe günü strategiyalik ahmiyeti bolgan Hudayda, Salif ve Ras İsa portlardan çekinişke başlaganlıqını e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nazarı asıda ilip berildiğin çekiniş hareketinin 14 may tamamlanışı mo'ljallanmoqda. Hüsiler tek taraflik karar arqılıq 3 portdan çekinip çıqadiganlıqını ve qismlarini qaytadan o'rinlashtirdiganligini e'lon qilgan edi. Açlıq mahsulotlarının 90%'ning, insonparvarlik yordam buyumlarining 80%'ning kirish nuqtasi bo'lgan Hudayda porti xalq uchun muhim ahamiyatga ega. Dunyo tabiatni qo'g'dash fondi diqqat tortadigan bir doklad e'lon qildi. Dokladga asoslanganda, insonlar dunyodagi boyliqlarni 2 hassa surat bilan iste'mol qilmoqda. Bu iste'mol surati bo'yicha bo'lganda, boyliqlarning ehtiyojini qondirish uchun bir emas, balki 3 dunyoga ehtiyoj bor. Dokladda aytilishicha, insonlar boyliqlarni 2 hassa suratda iste'mol qilayotgan bo'lib, hatto Yevropa ittifoqida 2019-yilning oxirigacha iste'mol qilinishi planlangan boyliqlar yilning yarmiga kelmay turib 10-may tugab ketgan. Mutaxassislarning qarashicha, tabiiy boyliqlarga bo'lgan eng chong tahdid iqlim o'zgarishiga sabab bo'lgan parnik effekti hosil qiladigan gazlarning tarqalishi ekan.